Shaharga yaqinroq hududdan birinchi qavatdan 2 xonali xonadon arzon narxda xarid qilaman degan bo'lsangiz, Eski shahar bozorining to'g'risida yo'ldan 100 metr ichkariga kirib kelganda Mirsaid Bahrom mahalla fuqarolar yig'ini joylashgan domda, 5 qavatli domda birinchi qavatda 2 xonali xonadonimiz sotuvga qo'yilmoqda. Kim oldingi videosini ko'rgan bo'lsa, aynan mana shu hududdan 405 million so'mga birinchi etaj 2 xonali xonadonimiz sotuvga qo'yilganda, xuddi shunaqa proyekt lekin yaxshiroq bo'lgan xonadonimiz 430 million so'mga sotuvga qo'yilmoqda. To'g'rida Karmana tuman madaniyat markazi bu yoqda parklarimiz joylashgan hamda domimizning lokatsiyasi juda ham yaxshi hisoblanadi, chunki Eski shaharda eng yaxshi maktab, ya'ni ikkinchi maktab, o'zim ham o'sha yerda o'qiganman. Ana shu maktabimiz joylashgan hamda bog'chalar, davlat bog'chasi, xususiy bog'chalar yaqin joyda joylashgan hisoblanadi. Lokatsiya ko'pchilikka tushunarli bo'lsa kerak. Piyoda 100 metrdan keyin Eski shahar bozoriga o'tsangiz ham bo'ladi va asosiy yo'ldan to'g'ri shaharga kirib ketsangiz ham bo'ladi. Shahrimiz o'zi kichkinagina, 2 kilometr, 3 kilometr radiusda o'zi shaharga ham kirib kelsangiz bo'ladi. Shaharda yangi qurilgan domlari birinchi qavatda 2 xonaliklar 70 kvadratliklar menimcha hozirda 550 million, 600 million shu atrofda bo'lib turibdi. 430 million so'mga juda ham yaxshi narxda ushbu xonadonimiz sotuvga qo'yilmoqda. Xonadonimizni ichki tuzilishini ko'rib chiqamiz, keling. Bitta narsani eslatib o'taman, oldingi video qo'ygan uyimiz sotildi 405 million so'mga, lekin uni proyektidan bu xonadonning proyekti ancha yaxshiroq. Nima uchun? Chunki buni ikki taraflama koridori bor va xonalari alohida eshiklar orqali kiriladi. Keling, birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Zal qismidan boshlaymiz. Qimmat laminatlar bo'lgan, yaxshilardan. Demak, ustalarimiz o'rnatganlar. 3 ta derazasi bor. Birinchi qavat. Demak, bu katta zal qismi, adashmasam 7 metr uzunligida zalimiz. Hech qancha yashalmagan xonadonga parda gilamlari qilingan. Marhamat, bu ikkinchi xonasi. Yotoqxona qilishga bemalol mos holatda. Ortiqcha qilinadigan ishi yo'q umuman xonadonni. Faqat mebel jihozlaringizni olib kirasiz. 430 million so'm juda ham zo'r narx bilan sotuvga qo'yiladi. E'tibor bergan bo'lsalaringiz, narigi xonadonimiz, sotilgan xonadonimiz xuddi shu hududda edi. Lekin uni oshxonasi ancha kichkina edi. Bu uyni oshxonasiga e'tibor berasizlar. Vanna tualeti ham buni alohida, hamda oshxonasi anchagina kengish va mebel texnikalariga uje ega. 430 million so'm savdosi bor. Bu xonadonning ham podval qismi mavjud. Hamda salkam 70 kvadrat metrda ushbu xonadonimiz tashkil qiladi. Ko'rganlaringizdek, hamma xonasi alohida yaxshi remont qilingan, ortiqcha ish qilinmaydi. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, demak, lokatsiyani tushuntirib o'tdim. Eski shaharda eng yaxshi hududlardan birida joylashgan ushbu domimiz 430 million so'm. Joyiga kelsangiz ozroq savdosi bor. Qisman ipoteka varianti bor. Kimga ma'qul kelsa, pastda har doimgidek o'zimizning telefon raqamlarimiz. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'lib qo'ying, chunki yaxshi lokatsiyadan xonadonlarni to'liq obzorini faqatgina bizning kanaldan ko'rib borasiz va sizda ham sotilayotgan uyingiz bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.